to'la yonishdan asli va havo qanday hajmiy nisbatda reaksiya kirishadi deyilyapti. Hajmiy ulush bo'yicha 0.2%, ya'ni 20% degan. Bolalar demak asliyan yonyapti. S2 H2 kislorodda yonganda karbonat angidrid plus suvni hosil qiladi. Xo'p, tenglaymiz. 2 karbonat angidridga suvga tushmaydi. 2 ga 2 4, 1 da qo'shsa 5. Demak 2 ga bo'lsa 2.5 tushadi kislorod yoniga. Xo'p, bolalar, kislorodimiz 2.5 mol, asliyan 1 mol. 2.5 mol kislorod hajmi bo'yicha 20% deyapti. Ulushda, foiz ulushda umuman 100% deb oladigan bo'lsak, qanday molda deb topamiz. 2,5 100 ga ko'paytirib 20 ga bo'lsanglar, aslida 1 molda kislorodni qanchadir mol. Mana shuni hisoblab qo'ysanglar, 12,5. 12.5. Demak, 12 ga 1 nisbat bo'lar ekan. 1 ga propan, 12.5 nisbat. Mana javobimiz doston, ya'ni D javob bo'lar ekan. Demak, keyingi savol 38. Massasi 54 gram bo'lgan kalsiy karbid, alyuminiy karbid aralashmasiga suv bilan ishlov berilganda hosil bo'lgan gazlar aralashmasi tarkibidagi 7% brom bo'lgan suvning 800 gram miqdori bilan reaksiya kirishadi. Boshlang'ich aralashmada alyuminiy karbidni massa ulushini hisoblang deyilyapti. Masala sharti bo'yicha. Bolalar, demak 800 gram miqdori bilan deyilyapti 7% brom. 800 grammimiz, demak 38-savol, birinchi miqdorga o'tib olamiz. Umuman 100% deb oladigan bo'lsak, 7% necha gram bo'ladi deb topamiz. 8 kara 7 necha bo'ladi? 2 ta 0 bilan bu 100 dagi 2 ta 0 qisqarsa, 7 ni 8 ga ko'paytirib 1 ga bo'lganimizda teng bo'ladi. Bu 56 bo'ladi gramda. Demak, 56 gram brom kirishgan asliyan bilan S2H2 brom bilan reaksiya kirishganda to'liq to'yingan uglevodorodni hosil qilamiz. Galogen vodorodni S2H2 bromdan 4 ta holatda yoziladi. Xo'p, reaksiya tayyorlash uchun 2 qo'yib olaman. 1 moldan ikkitasini massasi 160 ga ko'paysa 320 gram, 56 gramidan qancha asliyan miqdori deb topib oladigan bo'lsam, 0.175 mol bo'ladi asliyan. Endi bolalar, biz masalan shart bo'yicha kalsiy karbid massasini topadigan bo'lsak, bizda alyuminiy karbidni massa ulushini hisoblang deyilgan. Alyuminiy karbidni massasini topib olishimizga to'g'ri keladi. Demak, bilamizki, kalsiy karbiddan hosil qiladi. Suv ta'sirida parchalaydigan bo'lsa, eritmada kalsiy gidroksid plus asliyan. Suvni yoniga 2 qo'ysa, rasamiz teng. Demak, 64 gramidan bolalar 1 mol asliyan 0.175 mol asliyandan qancha kalsiy karbid gidrolizlangan deb topamiz. Xo'p, buni topadigan bo'lsa 175 dan 64 ga ko'paytiradigan bo'lsa, bunda 11.2 gram bo'ladi kalsiy karbidimiz. Jami aralashmamiz 54 edi. Bolalar, alyuminiy karbid metandan reaksiya kirishganda nimani hosil qilardi? Bir shu yerda eslab olinglar. Ha, ana. Metan bilan alyuminiy gidroksid cho'kmasini hosil qiladi. Ya'ni esinglarda bo'lsa, metanni dastlabki olinishida sizlarda alkallarda aytib o'tganman buni. Xo'p, shuning uchun alyuminiy karbid suv bilan reaksiya kirishganda metan hosil bo'ladi. Bizda asliyan bo'yicha ketishimiz kerak. Jami aralashmamiz 54 gram edi. Bunda 11.2 kalsiy karbid ekan. 54 11.2 ni aytsanglar 43.2 gramimiz bu alyuminiy karbid bo'ladi. Endi jami aralashmamiz 54 edi. Massa ulushi so'ralgan. Mana shunimiz 100% deb oladigan bo'lsak, biz masalan shart bo'yicha alyuminiy karbid so'ralgan, shuning uchun 43.2 grammizda necha foiz deb topamiz. 43.2 ni 100 ga ko'paytirib 54 ga bo'lsanglar, javobimiz kelib chiqadi. 79% bo'ladi. Massa ulushda 0.79 ga to'g'ri keladi. Biz hozir foiz ulushda hisobladik. Javobimiz D javob bo'ladi.